Amazon oyi kelgani uchun juda ham katta konkurs boshlab yubordim. Konkursimizda 1,5 ming dollarlik Frankfurt account, 300 dollar pul va 100 ta real pas qo'ydim. Jami sovg'alarimiz 110 ta sovg'alar juda ham ko'p, yutish imkoningiz juda ham katta. Konkursga qatnashish juda ham oson. Mana shu videoni tagida konkurs uchun deb silka qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosasiz, Telegramdagi konkurs botimizga kirib, start tugmasini bosib va chiqqan 5 ta kanalga ters obuna bosib, konkursimizga qatnashib qo'yasiz. Bo'ldi do'stlar, 1 minutdan vaqtingiz ketmaydi. Konkursimiz 20-mart kuni Ramazon oyining oxirgi kunida tugaydi va o'sha kuni YouTube kanalimizda stream yoqamiz. Hammani ko'zini oldida 110 ta sovg'ani random tarzda o'z egalariga topshiramiz. Hoziroq kirib konkursimizga qatnashib qo'ying. 1 minutdan vaqtingiz ketmaydi. Konkursda hammaga omad. Ya'ni 30 marta, ochasiz. 30 marta har bitta 10 taligida bittadan legendariy narsa berar ekan. Zo'r. O, motosikl. Yaxshi. Yaxshi. Yana 540 UC, profistit. Şut, mana shunda şut berdi. Oy! Zar. Oy, başqa mal xursand bo'lib ketdim. Voy, qani. Obunachilarga qarsanglar, obunachilar, do'stlar, qancha o'ylasan. Berdi dedim, berdi, lekin shu joyda albatta like bosib, obuna bosib qo'yinglar, kommentariyada любой narsa yozinglar. Obunachilar sila deb yozinglar. Vot. Chunki necha yuzga chiqdi shut. Do'stlar, shut chiqqani uchun обязательно like bosinglar. Rahmat, katakon, rahmat. Do'stlar, ishlatgan omadlaringni ishlat. Ana. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Kardinal Yusi og'zimda chiqib ketsa bas. Kardinal Yusi chiqib ketsa bas, do'stlar. Ana Kardinal Yusining omadi editni qilib yuborsanglar ham bo'ladi Instagramda. Voy.